Assalomu alaykum hammaga yana bir bora. Qaranglar, sizlarga zo'r yangiligim bor deb va'da beruvdim. To'g'risini aytsam, u va'damda turolmadim, chunki do'konga borsam, u men xohlagan narsa уже allaqachon tugab bo'libdi va shuni munosabati bilan men o'zimga kerakli narsani Xitoydan zakaz qilib olib keltirishga qaror qildim va zakaz berib yubordim. Xudo xolisa zakazlarim 2 haftada kelib qolsa, yangilikni sizlar bilan bo'lishaman. Ungacha yangilikcha qolsin dedimda, boshqa yangilikni sizlarga tayyorladim. Ko'rib turganingizdek, munchoq 8-razmer 500 gramm munchoq. Bu munchoqdan sizlar bilan biza fermuar sumka to'qiymiz. Ko'rib turganingizdek, bu fermuar sumkamiz neobichniy tarafi hech qanaqa teshuvlari yo'q. Narigi fermuar sumkalarda teshigi bo'lardi, bemalol kirilardi. Mana sizlarga tushunarli bo'lishi uchun fermuar sumkalarni olib keldim. Mana qaranglar, fermuari farqi. Bunaqa fermuarlarda teshigi bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, teshigidan kiriladi. Mana bu fermuarimizda ham teshikchasi bor va mana bu fermuarimizda ham teshikchalari bor. Ko'rib turganingizdek, teshuvlarga kirib to'qiladi va unaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Mana ko'ryapsizlarmi teshiklarini? Bu fermuarlarda teshigi bor. Mana bunisida ham, mana bu fermuarimizda esa hech qanaqa teshigi yo'q. Teshuvlari yo'q fermuar sumka. Mana ichida deb o'ylasanglar, mana ichida ham teshuvlari yo'q. Bu tekis fermuar. Ko'rib turibsizlar? Mana bu fermuar sumka bunaqasiga to'qiladi. Mana. Xudo xolasa, sizlarga yangilik qilaman. Hozircha ko'pchilikni kuzataman. O'zim masalan mendek tengili munchoqdan sumka to'qiydigan kurs sotadiganlarni ko'pini kuzataman. Hali hech kim bu fermuar sumkaga onlayn video darslik olmagan. Sizlarga yangilik qilibman. Mana shu fermuar sumkaga va yoqali qo'ynechali sumkam bor edi-ku, munchoqli sumkam. O'shanga video darslik olaman. Gap isboti bilan bo'lgan yaxshi deyishadi-ku. O'shaning uchun sizlarga aytib ketaman. Mana qaranglar, bu men to'qigan munchoqli sumka. Masalan, e'tibor bergan bo'lsanglar, bizda hali hech kim bunaqa fasonda sumka to'qigani yo'q. Mana bu sumka yaxlit to'qilmaydi. Bu sumka to'rga bo'lib to'qiladi. Har bitta etapi alohida to'qilib, keyin ulanadi. Mana buni ichkari tarafi ham boshqacha bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana yoqalari уже bu alohida olinganning hisobiga oddiy to'qib bittada chiqarib bo'lmaydi buni. Bunaqa yaxlit to'qiyman desanglar, уже mana mamyog'i to'g'ri kelmaydi. Anaqamiz, fasonimiz chiqib bermaydi. Shunda rasmga qarab bir xil, shunda yaxlit to'qsa bitadi-ku deydi. Yo'q, bu yaxlit to'qilmaydi. Bu sumkamiz 4 qismga bo'lib to'qiladi. Har bitta mana ikkita oldi 2ga, orqasi va yana 2ga. Mana orqasi ham xuddi shunaqa. Mana 2ga bo'lib to'qilgan, 4ga bo'lib to'qiladi bu sumkamiz. Mana yoqalari ko'targanda ham bemalol o'zini formasini ushlab beradi. Xudo xolasa, sizlarga yangiligim, ko'rib turganingizdek kuzatsanglar, hech kim hali bu sumkaga master klass olmagan va mana bu fermuar sumkaga ham hali master klass darsliklari olinmagan. O'shaning uchun har doim aytaman, birinchi 5 ta to'lov qilgan qizga skidka narxida kurslarni qo'shaman. Masalan, to'g'risini aytsam, hali men fermuar sumkani o'zim ham to'qib ko'rmaganman. Hozir men o'zim o'tirib birinchi ijod qilib, keyin sizlarga tushuntirib, o'zimni ko'nikmalarimdan, qatida xato qilganlarim hammasini darslik davomida tushuntirib ketishim uchun birinchi o'zim to'qib olaman deb. O'shaning uchun birinchi 5 ta to'lov qilgan qizga 50 ming so'm, undan keyin bu kurslarimni 100 mingdan sotaman. To'g'risini aytsam, bu to'qilishi, bu bilan bu to'qilish sal qiyinroq bo'lgani hisobiga bu kurslar asl narxi 100 ming so'm bo'ladi. Darsda faqat 2 ta darslik bo'ladi. Faqat yoqali munchoqli sumkamiz va mana bunaqa fermuar sumkamiz bo'ladi. Birinchi 5 ta to'lov qilgan qizimizga skidkada 50 ming so'mdan, birinchi faqat 5 ta dona odamni 50 ming so'mga qabul qilaman. Mana ikkita sumka, 2 xil sumka o'rgataman. Bu 2 xil sumkani to'qilishi mutlaqo boshqacha. Kimdir qarab, bir pasda to'qilsa bo'ladi deydigan sumkalar emas, mana qizlar. Betiga zamok qo'y, ichiga anaqa astar tikib, betiga zamok qo'yishim kerak. Hali qo'ymaganman, lekin darslik davomida bularni ham tushuntirib ketaman. Ulgurib qolinglar. 5 ta to'lov qilgan qizga bunaqa fermuar sumkada va bu munchoqli sumka darsligini 50 ming so'mga
bemalol qo'shilib olsanglar bo'ladi. Faqat darslarimiz 15 dekabrdan keyin boshlanadi. Chunki hozir ozgincha onlayn kurslarimni tamomlab qo'yishim kerak. O'yinchoq kursidan pinetka kursi ochganman va lyulka kursiga harakat qilyapman. Lyulka naborini kursini ochmoqchiman. Nabor ichida lyulka, detskiy lyulka, katta chaqaloqlar lyulkasi, pleta va har xil dumaloq, turburchak korzinkalarni ichida polniy nabor qilib o'rgataman. O'shaning uchun o'sha darsliklarimni olib bo'lganimdan keyin 15 dekabrdan keyin ikkita sumkaga darslik olishib, balki tez bitirsam, balki 5-10 dekabrlarda o'sha darsligini boshlayman. Ungacha to'lov qilgan 5 ta qizga 50 ming so'mga mana shu ikkita fermuar sumka va bunaqa sumka darsligini qo'shib boraman. Ko'rasizlar, munchog'i ham ikki xil. Bu to'qroq, mana bu ochroq. Ko'rdinglarmi? Patqalanaqa bo'ladi-yu. Kim o'rganish xohlasa, bemalol hech kimga yozishinglar mumkin. Yozib, kursga o'zingizlarning joyinglarni band qilsanglar, 5 tadan keyin qabul qilmayman. Qizlar 5 tadan keyin kurs narxi 100 ming so'm bo'ladi. Mana shu darslarimizga xudo xohlasa, keyingi oy o'rtalariga tayyor bo'ladi.